Noma'li tenglamalar sistemasi. Tenglama deganga nimani tushunaylik? X topish. X topish. Yana nima? Noma'lum son qatnashgan ifoda tenglama deyiladi. To'g'rimi? Oddiy qilib qo'yilishini aytdim. Yana bugun chiziqli tenglamalar sistemasi. A1x plus B1y teng S1, A2x plus B2y teng S2. Ana bu tenglamalar sistemasini ko'rinishi. Bu 2 noma'lumli tenglamalar. 3 noma'lumli, 4 noma'lumli, n noma'lumli. Ya'ni, xo'p, noma'lumi 10 ta, 15 ta bo'lgan tenglamalar ham bu. Bizga asosan 2 noma'lumli, 3 noma'lumli tenglamalar xo'p ishtirok etadi chiziqli tenglamalar sistemasiga. Buni qanday ishlaymiz? O'quvchilar, buni ishlashning 3 xil varianti bu. Bizda biladigan, bizda o'rganadigan. Qo'shish, ayirish, o'rniga qo'yish, o'rniga qo'yish va to'rtinchisi grafik usul. Buni demak, yuqori sinf bo'lgan vaqtlarda men sizlarga tushuntiraman. Hozir u kerak emas grafik usul bizga 5-6-sinflarga shart emas. Xo'p, ana endi qo'shish usulidan boshladik. Bitta tenglama olamiz. Qo'shish usulida ishlashimiz kerak. Xo'p, x plus y 7, x minus y teng 1. Buni qo'shish usulini ishlashimiz uchun ishoralari o'quvchilar qarama-qarshi bo'lishi kerak. Qo'shish usuliga tushish uchun. Mana, y ni yoniga plus bormi? Bu y ni ishorasi minus. Qarama-qarshimi? Demak, buni hadma-had qo'shamiz ana. Qo'shish qo'yiladi. Ana bu yerda tenglikdan oldin x plus y bu. Mana plus pastiga nima bu? X minus y teng 7 ga 1 ni qo'shsam 8. Qaranglar, x ga x qo'shilsa 2x, y dan y narsani qisqarib ketadimi? Teng 8. X topish uchun 8 ni 2 ga bo'lamiz. 4. Ana endi xo'p, to'g'ri, y 3 bo'ladi. Xohlasalar birinchi tenglamaga, xohlasalar ikkinchi tenglamaga x ni o'rniga 4 qo'yamiz. Keling, ikkinchi tenglamani olamiz. X minus y teng 1, x ni o'rniga 4 ayrilgan y teng 1, x ni o'rniga 4 keltirib qo'yaman. Tushunyapsizlar? 4 dan necha narsa 1 bo'ladi? 3. Demak, y ga necha chiqdi? 3 chiqdi. Bu qo'shish usuli. Endi shu tenglamani ayirish usulida ham ishlab bo'ladimi desa, xo'p, o'zi ayirish bilan qo'shish bir xil ifodada. Ayirish bilmaslik kerak o'zi. Xo'p, sizlar tushunishlaringiz uchun ayirish deb tushuntiraman, qaranglar. Ayirish usuliga nima bo'ladi? X plus y teng 7, x minus y teng 1. Xo'p, buni ayirish usuliga tushishi uchun, ayirishimiz uchun ishorasi bir xil bo'lishi kerak. Koeffitsiyentni, yo x ni, yo y ni. Bizga y har xil edi, to'g'rimi? X ni yoniga hech nima yo'q. Nima bo'ladi doimiy? Plus, pastiga ham plus. Ishora bir xilmi? Demak, ishora bir xil bo'lsa, ayirish usuliga qo'ysa bo'ladi. Ishora har xil bo'lsa, qo'shishga. Ayirish uchun mana ayiramiz. Tepaga x plus y, ayirish x minus y teng 7 ayrilgan 1. Ana x plus y minus x, ikkita minus plus y. 7 dan 1 narsam? Qaranglar, x dan x ni ayiribdi. 0, to'g'ri, qisqarib ketadi. Y ga y ni qo'shsam 2y teng 6, y teng 6 ni 2 ga bo'laman 3. Ana y 3 chiqdimi? Xohlagan bitta tenglamamizga qo'yamiz. Bu yerda pastga qo'ydik, endi tepaga ana x qo'shilgan y ni o'rniga 3 teng 7. X topish uchun 7 dan 3 ni ayiramiz. X teng 4. Tushunarlimi? Ana endi 3-usulimiz o'rniga qo'yish. Ana bu usul universal. Xohlagan tenglamaga tushadi. Deyarli xohlagan tenglamaga tushadi. Ayirish usuli faqat ishorasi nima bo'lishi kerak edi? Bir xil bo'lsa tushadi. Qo'shish ishorasi har xil bo'lsa tushadi. Grafik usul deyarli hammasiga o'rniga qo'yish usuli deyarli hammasiga tushadi. Xo'p, qanday qilib qo'yamiz ana? X plus y teng 7, x minus y teng 1. O'quvchilar ana shuni o'rganib bo'lsalaringiz, xohlagan sistemani ishlashga qo'l keladi. Xo'p, Azbek bizga qara. Demak, nima ish qilamiz? Tepadan yo pastdan
Yo x'ni topish kerak, yo y'ni. Qaysini topamiz? X'ni topsam, tepadan pastdanmi? Tepadagi tenglamani yozib bo'lish kerak u uchun. Tepadagini pastga yozib olamiz ana. X plus y teng 7. Esingizga tursin, tepadagi tenglamani topaman. Bu yerda x topish uchun x turadi, y ni bu yoqqa o'tkazish kerak. 7 minus y bo'ladi. Ana x teng bo'ladi. X ni topish degan ana shu. X teng 7 ayrilgan y, to'g'rimi? Tepadagi tenglamadan x topdimmi? Pastdagi tenglamadagi x ni o'rniga yetirib qo'yishim kerak. Tushunyapsizlarmi? Pastdagi tenglamadagi x ni o'rniga yetirib qo'yamiz. X ni o'rniga mana pastdagi tenglama mana bu. X ni o'rniga nimani yetirib qo'yaman? 7 minus y. To'g'rimi? 7 minus y x ni o'rniga mana keltirib qo'ydim. Nimaga ikkalasi teng x bilan? To'g'rimi? Yana nima bor? Ayrish y bor? Teng 1. To'g'rimi? Ana bu ikkita y ni xohlab u yoqqa qo'ydik. Ana 7 bir bu yoqqa nima bo'ladi? Minusmi? Bu ikkita minus u yoqqa plus bo'lib o'tadi. 2 y bo'ladimi? 7 dan 1 ni ayringlar. 6 teng 2 kara y. Y teng 6 ni 2 ga bo'lsam 3. Ana. Birinchi tenglam kerak emas mana. 7 ayrilgan y ni chiqdi. 3. 7 dan 3 ni ayrsam 4. X ni chiqdi? 4. Ko'rdingizmi? Bu qittigina qiyinday ko'rinadi, lekin qiyin emas. Bir tushunsang, ana bu usul hammasiga to'g'ri keladi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Xo'p, bu misollarni bitta polni yozib olamiz. Yana bunga doir 3 ta misol tushuntiraman. Hozir qanaqa hadga ko'paytirishi bor buni. Eng osonini tushuntirdim, murakkabiga qarab chiqamiz. Tezroq. 2x plus y teng 12, 7x minus 2y teng 31. Xo'sh. Qaysi usulda ishlaymiz? Qo'shish, yaxshi. Qo'shish uchun y ni yoni plusmi? Bu y ni yoni. Ana shu yerda diqqat qilinglar. Ana shu yerda bitta narsa bor. Bera y dan bitta bera nechta? 2 ta. Buni nima qilamiz? Ana bera 2y bo'lishi uchun 2 ga ko'paytiramiz. To'g'rimi? Ana bu qatordagi hammasini nechaga ko'paytiramiz? 2 ga. Qanday bo'ladi? 2x ni 2 ga ko'paytiringlar. 4x plus 2 ni y ga ko'paytirsam teng 12 kara 2. Tushunarlimi? Tepadagi hammasini 2 ga ko'paytirdim. Endi pastini o'zini yozaman. 7x minus 2y teng 31. Ana endi sizlar aytganday qo'shsam nima bo'ladi? 4x ga 7x 11x. Ana bu ikkalasi ketadimi? Tenglik 24 ga 31. 55. X topish uchun 55 ni 11 ga bo'lamiz. 5 chiqdi. Endi xo'p, birinchi tenglamani qo'ysam 2 ko'paytirilgan 5 plus y teng 12. Y topish uchun 12 dan 10 ni ayiramiz. Javobi 2. Tushunarlimi? Qo'shish usuliga mana bu yerda bitta y bor edi, ana bu yerda ikkita y. Xo'p, tepani 2 ga ko'paytirib bitta qo'shib yubordim. Tushunarli bo'ldi? Keyingi misolimiz tipi. Xo'p, y ayrish 2x tenglik 4, 7x minus y teng 1. Ana bu yerda y yoniga plusmi? Ana bu y ni yoni minus. Buni yo'q, shoshmanglar. Buni yana qo'shishga qo'ysam bo'ladimi? To'g'rimi? Bittasini ishorasi minus, ikkinchisiniki plus. Bitta qo'shdim mana. Y minus 2x qo'shish 7x minus y 4 ga 1 ni qo'shsam 5. Qaranglar, y dan y ni ayiribdi. 7x dan 2x ni ayiramiz. 5x teng 5x teng 5 ni 5 ga bo'lsam 1. Xo'p, ana y ayrish 2 kara 1 tenglik necha? 4. Y teng 4, 2 yoqqa nima bo'ladi? Qo'shish 6 bo'ldi. Demak, x'im 1, y'im 6 chiqdi. Xo'p, keyingi misolimiz. O'rniga qo'yishdan ham bitamizmi? Xo'p, qaysi misol bunga tushadi? Qo'shish ayrishiga ko'proq tushaygan bular.
Ana bunga qaranglar. O'rniga qo'yish emas. Bitta boshqacha misol bor ekan. Qaranglar. Bularni hamma joyi plus bo'lyapti, to'g'rimi? Bironta qarama-qarshi ishora yo'q. Buni nima qilamiz? Behruzovga qara. Buni ayirish usuliga qo'ysam bo'ladimi? Mana bu ishora, mana 7x 9x hammasini ishorasi plyusligi uchun faqat qaranglar. Tepaga 7x bo'lmi? Pastga necha x bor? 7 bilan 9 ni bir xil songa keltiramiz. Xuddi umumiy mahraj berganday. 7 ni 13 qilish uchun nechaga ko'paytiramiz? 9 ga. Pastdagi 9 ni 7 ga. Endi har biri ko'payadi. 7x bilan 9. 63x plus 2y kara 9. 18y 0 kara 9 0. 4y kara 7 plus 9 kara 7 70. Ana endi aytganimda ayirish usuliga qo'yamiz. Ana 63x plus 18y ni o'zini yozdim. Ayirish, ana ayirish 28y ayirish 63x. 0 dan 70 dan ayirsam 0 minus 70. 0 dan 70 dan ayirsam 63x dan 63x dan ayirdim. Ketdimi? 18y dan 28y ni ayiringlar. Minus 10y teng minus 70. Y topish uchun shuna bo'ladimi? Javobi 2 ta minusni bo'lsam nima chiqadi? Plus chiqadi. 7 chiqdi. Y'im. Demak 7 ko'paygan x plus 2 kara y necha? 7 teng 0. 7 ko'paygan x plus 14 teng 0. 14 ni yo'q o'tkazaman. 7 ko'paygan x teng minus 14 bo'ldimi? X topish uchun minus 14 ni 7 ga bo'lamiz. X teng to'g'rimi? Minus 14 ni 7 ga bo'lsa minus 2 chiqadi. Tushunarlimi? Tushunib oldingizmi? Yaxshi. Doskani bir yozib ko'chirib olamiz. Tezroq bo'ladi.